Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Farg'ona Shinray avtosalonimizda qo'shbalon benzinli mashinamizni sotdik. Mana shu spravkalarni topshirdik. Mana akamiz So'xdan kelib olishyapti. Akam mashina haqida bir gapirib bersangiz. Rahmat. Qutlug' bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqi, So'x nomidan, So'x xalqidan 91 ming aholidan tashakkurnoma va salom aytaman. Rahmat. Men bizga sharoitimizga juda mos keladigan mana mashinalar O'zbekiston chiqaryapti. Yangi innovatsion mana prezidentimiz Xitoydan, Koreyadan, umuman Osiyo mamlakatlari, Yevropa mamlakatlaridan, mana Germaniya tarafi kelgan mamlakatlardan mana vasl qilib bizni sharoitimizga, vodiy sharoitga, So'x sharoitiga mos mashinalar chiqaryapti. Biz juda xursandmiz, minnatdormiz. Ayniqsa dehqon fermerlarga, ayniqsa tadbirkorlarga. Masalan, So'x tuman asosan daromadimiz kartoshka, olma, qishloq xo'jalik mahsulotini chiqarish uchun mutaxassis bo'lgan. Sholi, shuning uchun bizga juda ish beradi. Mana 10 kishimi, 20 kishi ham siqadi, boradi, sholini gulaydi, olmasini gulaydi, urug'ini gulaydi, olib kelishadi uyga, kartoshkasini olib keladi. Yana bizga juda qulaylikki shuki, har turi chiqqan, haligi gazli chiqqan, benzinli chiqqan. Keyin mana xolodilnik ham, muzlatma chiqqan, bu ham bizning sharoitimizga mos. Ya'ni biz mahsulotimizni ana 195 kilometr Rishton bilan orqali Farg'ona olib kelish uchun bu mashina bizda qulay. Biz minnatdormiz. Qo'shbalonligi ham zo'rda buni. Hali Kerevalda zo'r yuradi. Shuncha sharoitlarni bizga muayyon qilib berishyapti. Ya'ni tadbirkor shuncha biladi endi. To'g'ri. Mana bizniki eksport qilyapmiz So'xdan. Mana bizni viloyat tumanimiz, viloyat hokimi bilan borib Rossiyadan, qo'shni mamlakatlardan, Qozog'istondan, Omsk shahriga borib Rossiyadan So'x uchun, Farg'ona shahar uchun, tumanlari uchun yana optopka ochib berishdi. Novosibirsk millioner shahar bor Rossiyada. O'sha yerdan optopka topib berishdi. Bizga shu mashinalar kerak endi. Duo qilib minasen, tog'a buni. Endi men minnatdorman. Mana biz tadbirkorlar, fermerlar So'xga borib buni ishlab xudo xolasa xursandchilik bilib Farg'onaga kelib ketaveramiz. Ming rahmat uka. Bo'ldi. Rahmat. Yaxshi kunlarga minnatdor. Rahmat.